Mana senga qishga kiyimni olib kelgandim. Qani kiyib ko'rchi? Rahmat. Xo'p. Tushunmadim aka. Siz atay qilyapsiz-a? Nimani aday qildim? Siz o'g'lingizga yangi kiyimlar olibsiz. Meni ham o'g'limga biror nima qo'shib olsangiz nima qilardi? Hozir mana shu yangi kiyimlarni o'g'lingiz kiyib chiqsa, meni o'g'limning ko'ngli o'ksimaydimi? Shahlo. Xafa bo'lma singlim. O'zi zo'rg'a pul yig'ib jiyaningga shu kiyimlarni olgandim. Tavba. Zo'rg'a pul topgan ekanmishlar. Shu gapingizga o'zingiz ishonasizmi? Undan ko'ra o'g'lingdan qizg'andim deb qo'ya qoling. Senga yolg'on gapirib menga zarilmi? Ha? Shu oy 2 marta mashinam buzildi. Ta'mirlashga ancha-muncha xarajat ketdi. Keyin bilasan-ku, uni ustiga mashina ijaraga olingan. Har oyda ijaraga palon pul to'layman. Menga qolsa pulingiz qolmaydi. Mashinangiz ijarada bo'ladi, buziladi, shunaqami? Qo'y Shahlo. Xafa bo'lmagin. Keyingi safar islomga nimadir olmoqchi bo'lsam, o'g'lingga ham albatta qo'shib olaman. Tog'a, otani o'rni bosadi deyishardi. Qani bosayotganingiz? Mana, hali ajratishni boshladingiz. Bunaqa gaplarni gapirma Shahlo. Agar men bunaqa ko'nglingga tegishini bilganimda, o'g'limga ham hech narsa olmagan bo'lardim. Qo'ysangiz-chi aka. Shahlo! Shahlo deyapman. Voy, nimani asal qizim necha bu? Mana bog'chadan o'zim olib keldim. Oyijon, qiynalib qolmadingizmi? Voy, nimaga qiynalaman qizim? O'tiribman, bundoq yursam o'zimga yaxshi. Bundoq qonlarim yurishadi bola. To'pol qilmadingmi qizim? Azalim. Voy, kiyimlaring almashtirgin bor. Anaqa. Voy, o'zim olib kelardim. Oyijon, hech qisi yo'q bora. Anaqa ovqat qilmadingizmi, boshlamaysizmi? Voy, ovqat boshlab qo'ydim, tushvara qilyapman oyijon. Voy, Shahloxon telefon qilyaptilar. Alo, Shahloxon yaxshimisiz? Kenaya, oyim qayerdalar? Nega telefonlarni ko'tarmayaptilar? Bilmasam, oyim yonimdalar. Nimaga yig'layapsiz? Tinchlikmi, Shahlo? Kenaya, kuyovingiz avtohalokatga uchrabdilar. Nima? Qanaqasiga? Kuyovingiz ajralib qoldik. Nima deyapti o'zi? Oyijon, o'zi gaplashing. Alo? Oyi, kuyovingizni mashina urib ketganmish. Endi nima qilaman? Bolalarim otasi qolib ketdi-ku, oyi. Voy, nimalar deyapsan qizim? Voy, xudo asrasin bolam. Voy, men hozir yoningga boraman bolam. Men hozir yetib boraman. Bolam. Oyijon. Ha bolam. Nima ham qilardik? Peshonamizga shu yozilgan ekan. Inson taqdiridan qochib qutula olmas ekan bolam. Yaxshi o'tiribsan, oyijon. Keling qizim. Mana o'tiribmiz bolam, gaplashib. Shahloxon, siz bilan
bir gaplashay deb kelgan edim. Nima gap Keniya? Gapiring. Endi bunchalik ezilavermang. O'zingizni ko'p qiynamang. Kuyovimiz yaxshi inson edilar. Buni hammamiz bilamiz. Ammo lekin ilojimiz qancha? Umrlari qisqa ekanda. Kendini to'g'ri aytyaptilar bolam. Eri o'lgan bitta sen emassan. Endi qaddingni ko'tar bolam. Axir farzandlaring bor. Farzandlaring uchun yashashing kerak. Men ham shuni aytmoqchi edim, doyjon. Sizni bu tushkun kayfiyatingiz hammamizga ta'sir qilyapti. Keniya. Tanasi boshqa dard bilmas deyishar ekan. Sizga gapirish oson Keniya. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Nega unaqa deysiz? Axir men sizga ichim kuyib aytyapman. Eringizga bunchalik kuyib yubormang. Bu salomatligingizga ta'sir qiladi demoqchi edim. Qizim, Kennang senga dushman emas. Nimaga sapchyapsan? Nimaga gap qaytaryapsan? Axir chiroyli maslahatlar beryapti-ku. Oyi, men umr yo'ldoshimdan, bolamni otasidan ajralib qoldim. Buni faqat yaqin insonlarni yo'qotgan odam biladi. Shahlo, biz ham sizni tushuntiramiz. Lekin nima qilaylik, ayting. Bu taqdirga ko'nishdan boshqa choramiz yo'q. Uyda o'tirib ham siqilib ketyapsiz. Menimcha, oyijon, Shahloxon biror ishga kirib ishlasalar yaxshi bo'larmidi, sal chalg'irmidilar demoqchi edim-da. Ha, Keniya. Sizni endi tushundim. Nima? Ro'zg'oringizga zararim tegyaptimi? Og'irligim tushyapti. Shu sababdan menga ishga chiqyapsiz, to'g'rimi? Qizim, nimaga sen Kennangni hamma gapini teskariga olasan, ha? Meni tinch qo'yinglar, oyi. Sizlarga gapirgan bilan foydasi yo'q. O'zimni dardim o'zimga yetarli. Shoshma. Qizim. Nima qilib o'tiribsiz? Nima bo'lardi? Shu yangiliklarni ko'rib o'tiribman-da. Tavba qildim. Shu ishdan kelishingiz bilan shu telefoningizni ichiga kirib ketasiz-a, dadasi? Nima bo'pti? Nima qilay, ovqat suzingmi? Ovqat yeb ichdimi o'zim? Ha, sizni kutib o'tiribdi. Qachon telefondan bo'sharkandi? So'z bo'lmasa. Ha? Nimadir bo'ldimi? Nimadandir xafamisan deyman. Bugun Oyjonni oldilariga kirgandim. Shahlo singlingizga ozgina gapirdim. O'zingizni qo'lga oling dedim. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Singlingiz meni noto'g'ri tushundilar. Oyjon yonimni oldilar, lekin Shahloga alam qildimi bilmayman. Menga umuman gapirmaylar, o'zimni dardim o'zimga yetib bortadi deb menga baqirib tashadilar. Mastura, men senga ishonaman. Sen sinimga yaxshi bo'lsin deb gapirgansan. Endi hozir sinimni bilasan-ku. Shunaqa ozgina qaysar bo'lib qolgan. Ammo Shahlo seni noto'g'ri tushungan bo'lishi mumkin. To'g'risi, hech o'ylamagandim Shahlo bunaqa tushunadi deb. Endi bir gap. O'zing bilasan. U kutilmaganda eridan ayrildi. Shuning uchun ham ko'ngli nozik bo'lib qolgan. Endi chidaysan-da onasi. Ha, bilaman. Ha, mayli, qo'yavering. O'z ishlaringiz yaxshimi? Ha, yomon emas. Faqat shu oy ozgina xarajatlar ko'payib ketdi-da. Ha, mayli, qo'yavering, yaxshi bo'lar. Dadasi,
Shu yakshanba bozorga chiqaylik. Bolaga qishki narsalar olishimiz kerak, ko'rib turibsiz. Hademay sovuq tushadi. Bolaga qishki kiyimlarini tayyor qilib qo'yishimiz kerak-da. Xo'p. Boramiz, olamiz. Faqat yakshanba kuni emas. Keyingi haftaga boraylik. Men ungacha biroz pul yig'ib olaman. Bo'ladimi? Voy, men ham sizga yordam beraman, dadasi. Keyingi hafta oyligim tushadi. Sen oyligingni o'zing ishlat. Men bolalarga yetarlicha pulni o'zim beraman. Rahmat, dadasi. Nima qilamiz? Ovqatlanamizmi? Ha, ovqatlanamiz. Yuring. Qani yur. Oyi, oyi. Oyi. Ha, tinchlikmi? Yana nimani boshladinglar? Amma, do'stim to'p tepib qo'shni derazasini sindirdi. Nima? Yolg'on aytibdi. Uni o'zi sindirdi. Yolg'on aytmayapman. Sen tepganingda deraza sindi-ku. Oyim menga tuhmat qilyapti. Menga qara. Sen nimaga meni o'g'limga tuhmat qilyapsan? Amma men tuhmat qilmadim. O'g'lingiz bor kuchi bilan to'pni tepib yubordi. Ovozingni o'chir. O'zing derazani sindirib olib, endi meni o'g'limga to'nkayapsanmi? Ha? Kechirasiz. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti o'zi? Ha? Tinchlikmi? Nega bolaga baqiryapsiz, Shahloxon? O'g'lingizni puxtaligini qarang. O'zi qo'shni derazasini sindirib olib, meni o'g'limga tuhmat qilyapti. Oyi, men sindirmadim, do'stimni o'zi sindirdi. Bo'ldi. Bor bo'l. Bor. Nima endi? O'g'lim yetim ekanda boshiga chiqmoqchimisizlar? O'g'lingizga shularni hammasini siz o'rgatyapsiz-a? Voy, nimaga unaqa deysiz? Meni o'g'lim yolg'on gapirmaydi. Voy, meni o'g'lim yolg'on gapirar ekanda. O'g'lingizni yonini olmang. Men yonini olmayapman. Mayli. Xo'p, iltimos qo'ying. Deraza singan bo'lsa boshqa oyna qo'yinglar. Ha, nima? Ana, aka borlar, almashtirib beradilar. O'g'illari sindirgandan keyin. Hormang kenaya. Bor bo'ling. Nimani harakati? Shu ovqat qilyapman-da kechga. Oshga bu gurchingiz kam emasmi? Oshga kam albatta. Lekin osh qilmoqchi emasman, mastava. Nima? Mastava deysizmi? Voy, yana mastava pishirmoqchimisiz? O'zichi dangasa ayollarni topganda mastava. Kim dangasa? Sizni tushunmayman, Shahloxon. Kim bo'lardi kenaya? Sizda doim topgan ovqatingiz mastava, sho'rva, boshqa ovqatdan bilasizmi? Agar sizga sho'rva yoqmasa, marhamat, oshxona sizniki, xohlagan ovqatingizni qilib yeyirishingiz mumkin. Yo'q, shunaqa. Ha, albatta shunaqa. Men ishlayman, kun bo'yi charchayman. Kun bo'yi qilinmagan ishlarni kechga kelib qilaman, ulgurmayman. Shu uchun ham osonroq deb mastava qilib qo'ymoqchi edim, Shahloxon. Ammo kenay bilasizmi? Men anchadan beri qo'llaringizni o'ynatib, mantimi, xonimmi, xamirli ovqat qilib berishingizni xohlayotgandim. Kenay, sizni qo'llaringiz rosa shirinda. Hozir ham oyim aytadilar, kenaydan xabar olchi, bu kenay ovqat boshlabdilarmi? Bir xamir ovqat bo'lsa yaxshi bo'lardi, dedilar. Xo'p, mayli. Agar oyijon aytmoqchi bo'lsalar, unda xonim qilaman. Mayli bo'lmasa, boring, xamirni boshlang, kech qolib ketmasin. Kechga qolib ketmaydi, agar siz menga ozgina qarashsangiz. Men xamir qilib turguncha siz masalliqlarni to'g'rab turing.
yordamlashib yuborsangiz ikkalamiz birpasda qilib tashlaymiz. Men sizga yordamlashmayman. Siz shu xonadonga kelinimisiz? Iltimos, vazifangizni bajarib qo'ying. Yana meni gaplarimdan xafa bo'lib o'tirmang. Yo'q, xafa emasman. Boravering, o'zim qilaman. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Keling. Shahlo, Sinem, yaxshi o'tiribsanmi? Rahmat, yaxshi. Keling, oyimlar yaxshimilar? Ha, hammasi yaxshi. Kenayam mantiq qilyaptilar. Bugun mant yelkanmizda, Ha, shunaqa. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshimisan? Ha, yaxshi ishlab keldingizmi? Rahmat o'g'lim. Ha, aytgandek. Mana senga qishga kiyimlar olib kelgandim. Qani kiyib ko'rchi? Rahmat. Xo'p. Tushunmadim aka. Siz atay qilyapsiz, a? Nimani aday qildim? O'zingiz o'g'lingizga yangi kiyimlar olibsiz. Meni ham o'g'limga biror nima qo'shib olsangiz nima qilardi? Hozir mana shu yangi kiyimlarni o'g'lingiz kiyib chiqsa, meni o'g'limni ko'ngli o'ksimaydimi? Shahlo. Xafa bo'lma Sinem. O'zi zo'rg'a pul yig'ib jiyaningga shu kiyimlarni olgandim. Tavba. Zo'rg'a pul topgan ekanmishlar. Shu gapingizga o'zingiz ishonasizmi? Undan ko'ra o'g'lingdan qizg'andim deb qo'ya qoling. Senga yolg'on gapirib menga zarilmi? Ha? Shu oy 2 marta mashinam buzildi. Ta'mirlashga ancha muncha xarajat ketdi. Keyin bilasan-ku, uni ustiga mashina ijaraga olingan. Har oyda ijaraga palon pul to'layman. Menga qolsa pulingiz qolmaydi. Mashinangiz ijarada bo'ladi, buziladi, shunaqami? Qo'y Shahlo. Xafa bo'lmagin. Keyingi safar islomga nimadir olmoqchi bo'lsam, o'g'lingga ham albatta qo'shib olaman. Tog'a, otani o'rni bosadi deyishardi. Qani bosayotganingiz? Mana, hali ajratishni boshladingiz. Bunaqa gaplarni gapirma Shahlo. Agar men bunaqa ko'nglingga tegishini bilganimda, o'g'limga ham hech narsa olmagan bo'lardim. Qo'ysangizchi aka. Shahlo! Shahlo deyapman. Menga qara, Shahlo! Bo'ldi qizim. Shunga shuncham asabiylashma. Voy oyi, nega asabiylashmayman? Siz har doim akang bitta-yu bitta jigaring, sen uchun hamma ishni qiladi dedingiz. Qani qilganlari? Qarang, o'zini o'g'illariga kiyim-kechak olib kelibdilar. Meni o'g'lim esa ajratib qo'yibdilar. Nima? Bitta kiyimchalik yo'qmizmi? O'g'lim bitta kiyimga arzimadimi? Voy, baraka topkur, bo'ldi qil, bas qilgin. Boshimni og'ritib yubording-ku bolam. Ha, shunaqa o'zi. Doim meni urishasiz. Men nima qildim? Endi boshingiz og'risa men sababchimanmi? Men senga boshimni og'rig'iga sen sababchisan dedimmi bolam? Nimaga unaqa deyapsan bolam? Nimaga unaqa qilyapsan a? Qon bosimim oshdi shekilli. O'zi shunaqa. Har doim men gapirsam, qon bosimingiz oshadi, boshingiz og'riydi. Boshingiz og'rib, qon bosimingiz oshayotgan bo'lsa-da, bor doringizni ichib oling. Menga qara Shahlo. Yaxshisi uyingga bor bolam. Nima? Uyingga bora qoldingizmi? Ha, endi seni uy joying bor deyman-da bolam. Biznikida qachongacha o'tirasan? Ha? Uying bo'lmaganda ham boshqa gap edi bolam. Endi uy joying bo'lib turib, bu yerda yashashing hech ham to'g'ri kelmaydi bolam. Nima? Hali siz shu gapingiz bilan meni haydayapsizmi? Voy qizim, seni nimaga haydayman a? Haydamayman seni. Lekin akangning hayoti ham tinch bo'lsin deyapman-da bolam. Akamni o'ylaysiz-ku, meni o'ylamaysiz a? Uyimga bormayman. Eshityapsizmi? Bormayman. Nega? Nega bormayman deysan? Ha? Tayyor uy joying bor. Hamma narsang bor. Sharoiting yetarli bo'lsa, Uyimga borsam,
rahmatli xo'jayinim esimga tushadi. Ularni o'ylab rosa yig'layman, siqilaman. Sizga shu kerakmi? Meni qiynalishimni xohlaysizmi? Endi bolam, hech kim ham shunaqa bo'lsin demagan. Kuyovim rahmatli, juda ham yaxshi inson edi. Joylari jannatda bo'lsin. Endi nima qilasan? Bolam, boshingga shunaqa kunlar tushar ekan. Chidaysan, sabr qilasan, bolam. Shundoq ham chidab kelyapman. Menga uyiga bor demang. Baribir bormayman. Shu yerda yashayveraman. Mayli kuya bolam, mayli. Lekin sen bir kun jiyaning bilan, bir kun akang bilan, kelinoying bilan tortishgan. Ha? Bunaqada ro'zg'or, oila bo'ladimi, bolam? Uyda tinchlik bo'lmaydi-ku. Mehr oqibatimiz ko'tarilib ketadi-ku. Siz hali shu gap so'zlarni deb meni uydan haydayapsizmi? Senga yana qaytarib aytaman, bolam. Seni men uydan haydayotganim yo'q. Faqat ozgina haddingni bil, bolam. O'zim bilaman. Menga aql o'rgatmang. Aqlim o'zimga yetarli. Allo. Assalomu alaykum onajonim. Va alaykum assalom. Yaxshimisan qizim? Kuyovim, bolalaring hammasi yaxshimi? Rahmat, shukr. O'zingiz, uydagilar hamma salomatmi? Xudoga shukr, yaxshimiz. O'zing tuzukmisan? Oilang tinchmi? Oyi, shu qaynsinlim kelgandan buyon oilamiz tinch emas. Unaqa dema bolam. Bittagina qaynsingling bilan til topisha olmasang, bu uyat-ku, qizim. Yana qaynsinglingning eri vafot etgan bo'lsa, uni sen tushunmasang kim tushunadi? Oyi, meni ham eshitasizmi? Seni eshitdim, hammasini tushundim. Yo'q, tushunmadingiz, oyi. Shahloxon har kuni yo'q joydan janjal chiqaryapti. Borib qaynsinglingning uyingdan haydashim kerakmi? Yoki janjal ko'tarishim kerakmi? Yo'q, men sizdan buni so'ramadim-ku. Qizim, qaynsinglingning eridan ajraldi. Sen buni qanchalik katta dard ekanini bilasanmi o'zi? Bilaman, oyi, lekin u hamma alamini bizdan olyapti. Ha, sendan olmay nima, qo'shnidan olsinmi alamini? Buni ham sen tushun. U kutilmaganda eridan ayrilgani uchun alamzada bo'lib yuribdi. Unda menga nima maslahat berasiz? Nima maslahat berardim? Sen eringni, oilangni tinch bo'lishini istasang, ishdiysan qizim. Axir boshqa ilojing yo'q-ku. Bilardim shunaqa deyishingizni. Mayli, yaxshi o'tiring, oyi. Bo'pti, sog' bo'l qizim. Oyjon, to'g'risi men Shahloxondan juda ham qattiq xafa bo'ldim. Har kungi janjallar jonimga tegib ketdi. Ay, kelin. Endi nima ham qilamiz, bola? Nima qilardik? Meni ham jonimga tegib ketdi. Peshonamda shu qizimni eri o'lib, uyimga qaytib kelishi ham bor ekan. O'zi bulardan shunchalik qiynalib katta qilganim yetmasmidi? Bu ham menga kammidi? Men ham sizni yaxshi tushunibman, oyijon. Lekin men ham siqilib ketdim, oyijon. Halovatimiz yo'qoldi. Tinchimiz yo'qoldi, oyijon. Kel. Men ham nima qilishni bilmayapman. Ona bo'lishi shunaqa qiyin tomonlari ham bo'lar ekan. Oyijon, Shahloxon uylariga ketmasmikinlar? Axir o'zlarining 3 xonali uylari bor-ku. Erlari olamdan o'tganiga ham ancha bo'ldi. Endi tayyor uylariga borib, bolalari bilan birgalikda tinchgina xotirjam yashasalarmi degan edim. Endi bu yog'iga ko'nikishlari kerak-ku axir. Men ham shuni Shahloga aytgan edim. Lekin achchig'i chiqib, gapirib gap qaytarib tashadi. O'zini uyiga borsa, ahvoli bundan battar bo'larmish. Voy.
Nimaga ahvollari battar bo'lar ekan? Kelin, nimaga tushunmaysiz bolam? Axir uyiga borsa rahmatli eri yana esiga tushadi. Qizimni xotiralari hech ham tinch qo'ymayapti. Bu yerda biz borimiz, sal ovunyapti-da bolam. Xo'p, Oyjon, unda biz nima qilaylik? Shahloxon bizni ham siqib tashladilar-yu. Hamma narsani teskariga tushunaveradilar. Janjal chiqaraveradilar. Endi kechirasiz, hamma narsani to'g'ri tushunish kerak-ku odam. Bu yog'iga erlari yo'ligiga ko'nikib yashasalar bo'lardi. Endi shunaqa odamlar bor-ku, ko'nikib yashayapti. Bilmasam, kelin, bilmasam. O'zim ham tushunarsiz vaziyatga qolib ketdim. Nima qilsam, to'g'ri qaror chiqaraman, to'g'ri yechim chiqaraman deb boshim qotib qolgan. Kallam ham ishlamay qoldi, kelin. Unda men bugun o'g'lingiz bilan gaplashaman. Nimani gaplashasiz? Balki biz ijaraga uy topib chiqib ketarmiz. Kelin, voy nimalar deyapsiz? Axir bu uy o'g'limni uyi-ku. U meni tashlab ijaraga chiqib ketmaydi. Men ham bunga yo'l qo'ya olmayman. Oyjon, men shundan boshqa yo'l ko'rmayapman. Meni tushuning. Mayli. Eringiz ishdan kelsinchi bolam. Hammamiz o'tirib, maslahatlashib, bafurja gaplashib olamiz. Hozir borib ovqatlaringizga qaroring. Boring. Xo'p, Oyjon. Mashhurxon qizim. Bu yerda nima qilib o'tiribsiz? O'zim o'tiribman. O'zing o'tiribsan? Borib o'ynamaysanmi qizim? Bir o'zingni o'tirishingni qara. Doston akamla o'ynab o'tirdim, endi o'ynamayman. Nega o'ynamaysan qizim? Chunki meni Doston akam xafa qildilar. Nima qilib seni xafa qildi u? Meni yaz qo'ygan chog'imda sindiribdilar. Shunaqa degin? Ada, Doston akam do'stbek. Doston akangni urishmayman-u, lekin sen uni singlisi ekanligini tushuntirib qo'yaman. Xo'p? Xo'p. Doston? Ha, tog'a. Sizni dadamga aytib edim. Chaqmachaqar. Doston, nega seningni xafa qilding? O'zi boshladi. Jahlim chiqardi. Keyin o'nchog'ini sindirdim. Aldamay o'zingiz boshladingiz-ku. Menga qara Doston. Mashhura seni singling. Aka singlisini xafa qilmaydi. Aksincha, aka doim singlisiga himoya bo'lish kerak. Meni tushundingmi? Xo'p, tog'a. Endi urushmasdan ahil bo'lib o'ynashga so'z berasanmi? Bilaman, tog'a. Nima dadasi? Yana urushibdimi? Yana urushib qolishibdi. Endi bo'ladi, nima deysan? Qani? Qizim, bor, keyin bilan o'ynanglar, xo'p? Boringlar, o'ynanglar. Dadasi, to'g'risini aytsam, men ijaraga chiqib ketishni xohlayapman. Senga ham qiyin. Seni ham tushunaman. Seni uydagi notinchliklar qiynayapti. Deyarli har kuni o'g'limiz Islomjon Mashhura bilan doston tortishadi. Kechirasiz-u, singlingiz o'g'lini tartibga chaqirish o'rniga siz bilan yoki men bilan janjal qiladilar. Men ham nima qila olardim? Axir bittagina singlim bo'lsa, qaysidir kuni bozordan islomga kiyim olib kelgan kunim menga ham qancha gaplarni gapirib tashadi. Ha, bilaman, Islom aytdi. Men unga sharoitni tushuntirmoqchi bo'ldim. Hatto u meni eshitishni ham xohlamadi. O'zinikini ma'qullab turaverdi. To'g'risi, o'zim ham siqilib ketdim.
Adasi, shu uchun ijaraga chiqib ketsak, qulog'imiz tinch bo'lardi-da. Ijara pulichi, ro'zg'orchi. Bularni ham o'ylayapsanmi? Nima qilamiz endi, dadasi? Bilmadim, onasi. Bilmadim. Dada, oyi, buvimsizlarni xonalariga chaqiryaptilar. Xo'p, biroq Qanday-chi? Bolalarim, sizlarni bu yerga to'plashimdan maqsad Oyi, men uyimga qaytmayman. Agarda shu mavzuda gapirmoqchi bo'lsangiz, gapirmay qo'ya qoling. Bu meni ham uyim. Bu uyda meni ham yashashga haqqim bor. Bilib turibman. Siz hozir shu mavzuda gapirmoqchisiz. shoshma qizim. Avval sen meni eshit. Hali boshlamasimdan og'zimga uryapsan. Eshitgim yo'q. Siz hozir meni uyingga borib yasha demoqchisiz, shundaymi? Yo'q. Aksincha, seni shu hovlida olib qolmoqchiman, bolam. Nima? Qanaqasiga? O'g'lim. Shahlo. Ikkovlaring ham meni farzandimsizlar. Hech qaysilarni bir-biringlardan ortiq yoki kam ko'rmayman. Men sizlarga bir taklif aytmoqchiman. Bolajonlarim, agar sizlar rozi bo'lsanglar, bu hovlida Shahlo yashasa. hali ham yashayaptilar-yu. Yashasam, o'zim otam uyida yashayapman. Siz uyingizda emas. Shahlo, bo'ldi tortishmaylar. Oyimlarni eshitaylik. Bo'pti, gapiring oyi. Shahlo shu yerda qolsa, sizlar uni uyiga borib yashasanglar, bolam. Nima? Nima? Nimaga? Kelin, bolajonim, siz ijaraga chiqib ketsak deganidingiz. Men yaxshilab, chuqur o'ylab shu qarorga keldim, bolam. Shahlo bu yerda yashagisi kelyapti. Gapi bo'lsa bir-biringlarga hech ham to'g'ri kelmayapti. Hech ham kelisha olmayapsizlar, bolam. Har kuni tortishuv, urush janjal. Shu sababli bolam, uni 3 xonali uyga ko'chsanglar, Shahlo shu yerda men bilan yashasin. Oyi, nima siz Shahloni bir umr yoningizda yashashini istayapsizmi? Ha, bolam. Boshqa ilojim yo'q. Men shuni xohladim. Yo'q. Men bunga rozi bo'la olmayman. Menga ma'qul. Oyi, bu gapingizni o'ylab ko'rsak bo'ladi. Yaxshi. Ana endi hammanglar xonanglarga borib, yaxshilab o'ylab, menga javobini aytasizlar. Bora qolinglar. Oyi, Ha, bola? qachon uyimizga ketamiz? Bolam, endi o'zimiz uyimizga bormaymiz. Shu yerda yashaymiz. Men o'zim uyimni yaxshi ko'raman. Ko'chamizda o'rtoqlarim bor. Buving bizani shu yerda yashashimizni xohlayaptilar. Buvim ham olib ketaylik. Biz bilan yashaydilar. Buving o'zlarini uylariga juda ham o'rganib qolganlar. Biz bilan bormas ekanlar. Unda o'zimiz ketaylik. Yo'q, bolam. Biz shu yerda buving bilan birga yashaymiz. Nimaga qaysarlik qilyapsan? Men bu yerda yashashni xohlamayman. Nimaga xohlamayapsan? Mashhura bilan hadeb urushganingami? Yoki Islom akang xafa qilyaptimi? Bolam, sen unisidan xotir olma. Yaqinda ular ko'chib ketishadi. Keyin sen erkaday bola bo'lib yurasan. Qayerga ketadi? Bu hozircha sir. Vaqti kelganda bilasan. Ha, boya. Bo'pti, bolam. Bora qol. Akam bilan kelinoyam nimaga hovlini hech ikkilanmay, o'ylanmay menga tashlab ketmoqchi. Men bu hovlida yashab, ularning shuncha tinchini buzgan bo'lsam, nimaga akam meni hovlidan haydab chiqarmayaptilar? Meni yaxshi ko'radilarmi yoki oyimning xohishlarini inobatga olyaptilarmi? Men o'zi to'g'ri ish qilyapmanmi?
Axir o'zimni hayotimda yuz bergan fojia sabab akamni ham tinchini buzyapman. Yo'q. Men hammasini yaxshilab o'ylab ko'rishim kerak. Tavba. Oyjon bizni emas, qizlarni huzur halovatlarini o'ylayaptilar. Bo'pti, bo'ldi qil. Agar xohlamasang, hech kim seni bu yerdan majburlab chiqara olmaydi. Shu uyda bemalol yashayverasan. Nimaga vahima qilasan? Agar hovlidan chiqmasak, singlingiz bilan qanaqa qilib bu hovlida yashaymiz? Kiyonasi. Bunday qilamiz. Xo'sh. Nima qilamiz? O'zing ko'rib turibsan. Oyim qizlarini ranjitmoqchi emaslar. Ha, buni bildim. Yaxshisi tinchgina. Shahloni uyiga ko'chib borsak-chi. Axir keyin singlingiz bu hovlidan qimirlamaydilar. Mayli. Menda ham, unda ham bittadan o'g'il farzand bor. Nima demoqchisiz bu gapingiz bilan? Shahlo uyini meni nomimga rasmiylashtirib, hujjatlashtirib bersin. Dadasi, o'ylab gapiryapsizmi? Ha, o'ylab gapiryapman. Sen shoshilma, yaxshilab o'ylab ko'r. Shunday qilsak, hammamizga yaxshi bo'ladi. O'g'il farzand bo'lib, siz chiqib ketmoqchimisiz hali? Boshqa iloji yo'q-ku. Ko'ryapsan-ku. Qayerdan ham shu singlingizni eri o'ldi-ya, boshimiz tashvishdan chiqmay qo'ya qoldi. Bo'ldi endi. Gap ko'paytirmagin. Shunday qilamiz, rozimisan? Bilmasam, o'ylab ko'rishim kerak. Mayli, o'ylab ko'r. Lekin men yomon taklif bermadim. Dasta, endi bizani yashaysanmi? Ha, shunaqa yana aytdilar. O'zim bizni uyimizga ketmaymiz. Nimaga qaytib ketmaysizlar? Chunki buvim shuni xohlayaptilar. Sizlar bu uydan ko'chalkansizlar. Qayerga ko'chamiz? Bizni uyimizga ko'chalkansizlar. Biz hech qayerga ko'chmaymiz. Ko'chib ketasizlar. Sizlar bu yerda yashaysizlarmi? Endi u bizni uyimiz bo'layotgan. Hech qachon unaqa bo'lmaydi. Bu uyda dadam sizlarga bermaydilar. Beradilar, ko'rasan. Seni gapingga ishonmayman. Ilohi amin. Yurtimizda tinchlik, xonadonimizda tinchlik bo'lsin. Hamisha sog' salomatlikda yuringlar. Qo'shganingdan qo'sha qarib baxtli bo'lib yashaginglar. Allohu akbar. Yaxshi keldingiz, oyi. Rahmat. Rahmat. Bo'lmasa men bir choyga qaray. Shoshma. O'tir qizim. Choy bir gap bo'lar. Tinchlikmi o'zi? Nega tez yetib keling deb chaqirding? Onajon, sizni ham xotiriga soldim, kechiring meni. Lekin menga maslahatingiz kerak bo'lyapti. Sizni maslahatingizga zorman, oyi. Nima qilishni bilmayman. Men doim qiyin vaziyatga tushib qolsam, siz bergan maslahatlar bilan bu vaziyatlardan chiqib ketganman, oyi. Shu uchun menga bir yaxshi maslahat bering deb sizni chaqirdim, oyi. Qani, qizim gapir, qanday maslahat kerak? Oyi, siz ko'pni ko'rgan ayolsiz. Maktabda uzoq yillar o'qituvchi bo'lib ishlagansiz. Hozir biz uyda shunaqa qiyin vaziyat bo'lyaptiki, siz maslahat bermasangiz bo'lmaydi, oyi. Gap shundaki, oyijon Shahloxonni bu uyda olib qolib, bizni Shahloxonni uyiga ko'chirib chiqarmoqchilar. Bu haqda telefonda sizga gapirib o'tirmay dedimda, shu uchun yonimga chaqirdim. Xo'sh, qani menga aytchi, nima uchun qaynaning bunday qilmoqchilar? Ay, onajon, o'zingiz bilasiz-ku. Bitta uyda bolalar bilan hamma ko'pchilik yashash juda qiyin ekan. Har kuni uyda janjal, tortishuvlar, qaynonam bezib ketdilar bu urushlardan. Men qaynonamlarni ham tushunaman.
bittasi qizlari, bittasi o'g'illari. Ularga ham oson emas, oson tutmayman. Ha, tushunarli. O'zingni ko'ngling nima deydi qizim? Onajon, menga hech narsa kerak emas. Men faqat tinch bo'lib o'tirishni xohlayman. Tinch yurishni, janjalsiz yurishni xohlayman, xolos. Qayerda bo'lsam ham mayli. Xo'jayinim, bolalarim yonimda bo'lsa bo'ldi. Unda eng yaxshisi, senga maslahatim qizim, unda o'sha uyga borib yashanglar. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Lekin odamlar biz haqimizda juda ko'p gaplar gapirishsa kerakdi. Hey, odamlarga nima? Ular yaxshini ham, yomonni ham gapirishadi. Sen oilangni tinch va xotirjam yashashini o'ylasang-chi, qizim. Eringchi, kuyov nima deyaptilar? Xo'jayinim ham xuddi siz aytgan gaplarni gapiryaptilar. Men senga hozir boshqa maslahatdan berishim mumkin edi. Ko'nma, ering ham rozi bo'lmasin deya olardim. Ammo qaynonangni norozi qilib, bu uyda yashashing to'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz, oyijon. Gapingizda jon bor. Shu uchun ham sizni fikringizni bilay degandim-da. Men qaynonangni ona sifatida tushunib turibman. Ular yoshgina beva qolgan qizlariga o'zlari panoh bo'lmoqchilar. Bu yog'ini men o'ylamagan ekanman. Shu sabab qaynonangni ham ranjitmay, tinchgina chiqib ketinglar. Ertaga yuz-yuzga, ko'z-ko'zga tushgan paytda o'zingga ham noqulay bo'lmaydi, qizim. Rahmat, oyi. Eng to'g'ri maslahatni siz berdingiz. O'zimni Dono oyijonim. Xudoga shukr, boshingda ering bor. Kuyovim omon bo'lsa, ikkovlashib ishlab uy ham olasizlar. Ha, o'g'ling katta bo'lguncha bir gap bo'lar. Keyinchalik uyni sotib hovli ham qilarsizlar. Ko'nglingni keng qilgin. Xo'p, oyi, xo'p. Xullas, meni qarorim shu, onasi. Dada, Ha, bolam. endi bu hovlidan ko'chib ketamizmi? Ha, bolam. Shunday. Bu hovlidan ko'chib ketamiz. Meni uyga ko'chib o'tamiz. Nega dada? O'zimizning uyimiz yaxshi emasmi? Ha, nima? Meni uyi yomonmi? Bilmasam, lekin menga o'zimizning uyimiz yoqadi-da. Islomjon, o'zing aqlli bo'lasan-ku. Ha deb savol beravermagin. Men o'zimiz uyimizni yaxshi ko'raman, doyi. Men ham yaxshi ko'raman. Menga qara. Islomjon, o'g'lim. Sen siningni yaxshi ko'rasanmi? Albatta sinimni yaxshi ko'raman, dada. Men ham sinimni, ya'ni ammeni yaxshi ko'raman. Men ham uni yolg'iz qolmasin deb, qiynalmasin deb bu uylarni oldida qoldiryapman. Siz endi tushundim, dadajon. Dadasi, men Shahloxonni uyiga ko'chishga roziman. Rahmat senga, onasi, tushunganing uchun. Unda yur, bu haqda oyimlarga kirib yetaylik. Yuring, birga borib aytamiz. Yur. O'zimiz uyimiz yaxshi edi. Oyijon, siz oldingizga biz bir gapni aytgani kirgan edik. Nima gap ekan bolam? Gapira qol o'zing. Yaxshisi keliningiz ayta qolsin. O'zing ayt. Oyjon, biz ikkalamiz maslahatlashib Shahloxonni uyiga ko'chishga rozimiz. Voy, rostdanmi bolam? Ha, shunday oyi. Sizni norozi qilmaslik uchun shu qarorga keldik. Voy bolam-ey. Ko'chmasalaring ham men norozi bo'lmasdim. Lekin o'zinglar ko'rdinglar, bildinglar. Agar yashab yuraversak, bundan ham battar mojarolar bo'lardi, bolam. Biz ham shuni o'yladik, oyi. Xullas, indindan boshlab ko'chishga harakatni boshlaymiz.
ertaga yuk tashiydigan mashinalar bilan ishchilarni gaplashib qo'yaman. Oldin Shahloni uyga borib, yuklarini bu yerga tashiymiz. Keyin bizni yuklarni olib, bu yoqqa tashiymiz. Voy bolam. Rahmat bolajonim, rahmat. Kelin poshsha sizga ham katta rahmat. Endi bu yog'iga Xudo xolisa tinch xotirjam yashaymiz bolalarim. Oyijon, haligi bu gapni Shahloxonga o'zingiz aytarsiz. Aytaman bolam, o'zim aytaman. Bu gapni eshitib, Shahlo ham ancha o'ziga kelib qoladi. Xursand bo'lib qoladi, Xudo xolisa. Mayli unda oyi. Kelishdik. Bolam, ish qilib mendan xafa emasmisan? Yo'q oyi. Nega sizdan xafa bo'laman? Bolajonim, singlingga juda katta mardlik qilding. Alloh sendan rozi bo'lsin bolam. Men sendan roziman. Singlim, siz oldingizda tinch yashasa, shuni o'zi men uchun katta gap oyi. Baraka top bolam. Baraka top. Ravshan, bugun men ishga chiqa olmayman. Otabek bilan o'zingizlar amallab turinglar. Ha, boshqa uyga ko'chayotgandim. Hademay yuk tashiydigan mashina bilan ishchilar kelib qoladi. Xo'p. Bo'pti, amallab turinglar. Xo'p. Aka, mumkinmi? Kel Shahlo, kel seni. Nimaga? Tinchlikmi? Bo'ldimi? Bu rahmatli kuyovingizni mashinasini kaliti. Buni nima qilay? Aka, agar ko'nglingizga kelmasa, shu mashinani o'zingiz haydang. Agar buni xohlamasangiz, bu mashinani soting-da, o'rniga boshqa mashina oling. Tushunmadim. Singlim, nimaga axir? O'zingiz mashinangiz bo'lsa yomonmi, aka? Axir siz meni shu hovlida qolishimga rozi bo'ldingiz-ku. Bu bilan menga akalik mehringizni ko'rsatdingiz. Ammo men buni xohlamayman. Bu nima deganing? Akajon, men uyimga ketaman. Bilaman, sizlarni ko'p tinchliklarni buzdim. Meni kechiring. Shahlo, seni bunaqa qilishing meni xayolimga ham kelmagandi. Shu yerda qolib yashayver. Yo'q. Shunda ham sizlarga ko'p tashvish keltirdim. Yo'q. Unaqa dema singlim. Hali Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Akajon, mendan xafa bo'lmang. O'z baxtsizligim uchun sizlardan qasd oldim. Bo'ldi singlim. Bo'ldi. Hammasi joyida. Men sendan hech ham xafa emasman. Rahmat akajon. Men oyim oldilariga kirib ketishimni aytaman. Mayli.